Assalomu alaykum hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari. Mana Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto filialimizga keldik. Bu yerda barcha texnikalarimiz bor. Kvadrotsikllar, elektromuraviylar, mototsikllar 3 tonnalik, 2 tonnalik, kabinalik, 1 tonnalik, motobloklar uchun yer yong'oq qo'yadigan apparatlar, alohida plyuklar, amerikanskiy plyuklar, 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha motobloklar. Xo'p, o'zimiz reklamada kelayotgan AgriGlobe 180. Bu nomer 1. Bu endi bunga hech narsa bilmayman, bu boshqacha. O'zbekiston bo'yicha faqat bizda bor, boshqa joyda yo'q. AgriGlobe 180 nomer 1, sifat birinchi o'rinda turadi. Xo'p, bundan ham kam qolyapti. Hurmatli yurtdoshlar, barcha texnikalarimiz bor. Optim va donaga beraveramiz. Nomerlarimiz 90lik 370 0280, 90lik 005 41 45. Yana yozib qo'yaman. Bu nima deyapti bu? Tom pol kabina deydi-yu. Bonusiga qilib beraman mana shu narsani. Bugun 10-oktyabr bo'lsa, bugundan boshlab 10 kun ichida bonusiga qo'shib beraman. Narxi 30 million traktorimiz. Bonusiga shunisini qilib beraman. Fa o'zingizlar o'rnatib olasizlar buni alohida. Mana. Hop. Vodiylar akalarimiz yong'oq qo'yadigan apparat topib ketyapti. Birinchi qo'l. Chustga ketyapti. Yong'oq katta traktorlar uchun yong'oq qo'yadigan apparat. Ali Timur. Mana bunaqa bo'ladi. Bitta agatli oladi. Buni ikkitasini olib yonma-yon qo'yib, bitta traktorga ikkita agat oladigan qilib ustanovka qilib olishyapti odamlar. Xo'p. Yong'oq qo'yadigan apparat kam qolyapti. Tezlashtiramiz, zakaz qilamiz. Mana bu katta traktorlar uchun yong'oq qo'yib beradigan apparat. Optim va donaga bemalol murojaat qilaverasizlar. AgriGlobe texnikamiz kam qoldi, xudo xolasa 10 nechtadir qoldi. Tezlashtiramiz akalar. Nomerlar yozib qo'yamiz. Nomerlarni tashlab qo'yaman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida. Xo'p, Yusuf Motoda nomer 90lik 005 41 45. O'zimga chiqaverasizlar 90lik 370 0280. Ali Timur.